Ketdimi aka? Ketdim. Tavsiyadan nesini oldingiz? Va mana nima aka? GPS. Voy onasini yemsin. Mana kattaligimni shundan bilib qo'yaptimi deyman-da, qarang. Bu faqat GPSmi desam, proslушка ham ekan. Bu o'rtoqlar sim karta qo'yamiz, hozir mana qaranglar. Men bunga telefon qo'yapman. Bunga umuman jiringlash degan narsa yo'q ekan, xullas. Qaranglar, mana telefon ketyapti. Sekunddan keyin ko'tarib yuboradi. Mana qaranglar. Mana qaranglar. Dar. Proslушка. Ovozim qanaqa bo'lyapti, eshitmayaptimi? Qo'yimizlar nima deyapti? Ana endi qaranglar o'rtoqlar. Bu GPS orqali bemalol qayerda yurganini ham ko'rsatgan, qaranglar. SMS ga kiramiz, qaranglar. Uchta yettani shunday SMS qilib tashlaymiz. Gap yo'q lekin bor, mana qaranglar o'rtoqlar. Ochyapman. Uchta yettani shunday SMS qilib yuborganimdan keyin, voy, onasini emsin. Voy, gap yo'q lekin bor. Qo'yilmab turgan mana. Madera Hotel. Ko'rsating Madera Hotelni. Mana tepada Madera Hotel yozib qo'yibdi. Nima deyapti o'rtoqlar? Xullas полностью GPS, undan tashqari proslушкасы, undan tashqari yana bitta zo'r funksiyasi bor ekan. To'rtta to'g'ri yuborganinglardan keyin, agar bu mashinada jim hech kim bo'lmasa, kimdir mashinaga o'tirib turib, gapirib yoki harakatni o'zi boshlagandan keyin, bu sizlarga o'zidan o'zi telefon qilib turib, mashinada kim borligini ham bildirib qo'yar ekan. O'rtoqlar, mana shu kichkina narsada shuncha informatsiya nima deyapti? Xullas o'rtoqlar qoyil qoldim. Kimgadir agar kerak bo'ladigan bo'lsa, yaxshi niyatda ishlatadigan bo'lsa, bizda bor.